xil rejimda pultda ishlaydigan guruchlarimizni Nexia 2 Pro mashinamizga qo'yib berdik. Akalarimiz Boysun tumanidan kelganlar. Pultda ishlaydi akalar. Hozir bir qilingan ishlar ko'rsatamiz. Orqa qismini olib tashlaganmiz, o'zimizdan chiqadi. Ikki xil rejimda pultda ishlaydigan guruchlar qo'yib berganmiz. Chiqib ketishga kiroqish nasatkalarigacha qo'yib berganmiz. Qolgan joylari o'zimiz zavodskiy holatda. Hozir ishlashlarini ko'rsatamiz. Hozir o'chiq holatda. Gaz berib yuboring. Pultni ochamiz endi. Gaz berib yuboring. Yopamiz. Pultni ochamiz. So'ng, shunday xizmatlarimiz kelsa, telefon qilishlaringiz mumkin. Ishlaringizni zo'r qilib bajarib beramiz.